Mashinani sotmasam bo'lmaydi. Ham eskirib ketdi mashinam. Og'aylarim qo'shsha mashina olyapti. O'stada qarab, anam alma, monam alma. Bittagina filish ichay. Agar bitta filish berib yuboring. Ona nima to'letganmi, mana tuzgani qo'ymaydi. Hayot yaroqlashib ketdimi? Kimsan? Menmi? Men buni flash qulaman men. Turishingga bir Michael Jacksonga ham o'xshaysan. Zorramisan? Kimsan? Zorra? Qayerdan bilding zorraligimni? Qani, Z deb yozib qo'yibdi. Z emasman, Neko. Z-ku? Endi o'qchi? Nimaga kuni sukatda sizlarda faqat hamma energetik ichadi? Chunki bu salqinlik ichimlik. Salqinchilik? Mayli, buni qo'y. Men shu energetik qulaman men. Senda bitta shans bor. Bitta tilaklaringni bajarib berishim mumkin. Chunki hozir 3 ta, 5 ta hozir men bittaga o'rganib qoldim men. Tilaklaringni. Mashinam bor. Uyim joyim ham bor. Hovlim bor. Shu bitta shu og'aylarim xotin ikkitadan qilyapti. Men ham shu xotinni ikkita qilsam ekan. Topdim. Qani? Nima? Xotinimni ikkita qilib qo'ya olmaysan? Ikkita qilib qo'ysam bo'ldim xotiningni? Bo'ldi, hozir hech qilamiz-da. Qayerga ketyapsan? O'zing aytding-ku xotinni ikkita qilib qo'y deb. Shu yerga ham qo'yur ikkitani. Men uyga borib qilaman ikkitani. Jemtira oldi yegatim, oppoq damazin sotib. Onasi. Onasi-yu. Daqqa kingda. Labbay, dadamjonisin. Mabodo bir chiroyli qiz. Kelmadim. Yo'q-a, kelish kerak edi. Lekin flashni qo'li kelib ketdi. Xo'sh. O'zingiz aytibsiz-ku, ikkita qilib ket deb. Ketdi. Nima?